haftaning har chorshanba kuni hokimimiz topshirig'i bilan tadbirkorlar bilan, mijozlar bilan uchrashuv o'tkazyapmiz. Biron bir o'zingizga tegishli qiynagan savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Xo'p. Shohid qaysi firmaydi? Kimgadir o'zingiz tanishtirib, murojaatingizni aytishingiz mumkin. Azimjon Akbarjon aka, xususiy korxonaning direktoriman. Menga ham gapirasiz. Sizlarga ko'ngildan mijoz bilan bankoshlardan buyon ancha masalani hal qilib bergansizlar. Yana bir marta qiynalibmizda. Nima? Mana bizni balandimizda bo'lgan asosiy vositalar, binolar, qishloq texnikalari, ishlash mashinalari bor, shular kam baholangan. Mana keyingi yillarga bizlar kredit olmoqchimiz $80 ming. Shunga bog'langan asosiy vositalarimiz $80 ming yetmayapti. Shuni qaytadan bir hisoblab bizga $80 ming kredit berishni iltimos qilamiz. Bizlar nasib bo'lsa buni orttirib kredit olgandan keyin ish o'rinlarini ikkita ishlagan oshirmoqchimiz. Bu kredit nima qilmoqchisiz? Nima narsa olmoqchisiz? Ekskavator olmoqchimiz. O'zi menimcha bor ekskavator. Ikkita bor. Yana bitta olmoqchimiz. Hozir zamonaviy olmoqchimiz. Hozir garovga o'sha oldingi bor ekskavatorlaringizni qo'ymoqchisiz. Asosiy vositalar bor. Kamazlarimiz bor, ekskavatorlar bor. Bo'ldi. Shohid bo'lmasa ekskavatorlari bilan kamazlarini o'sha bozor qiymati doirasida baholab, agar yetmay qolsa sug'urta polisi qo'shib, o'sha siz aytgan $80 ming ni 3 bank ish kuniga chiqarib beramiz.